Odatda bunaqa yaxshi xonadonlar tez sotilib ketadi. Kelgan joyimizni aytaman. Kelis kirib kelganmiz. Katta ko'chadan taxminan 400-500 metr masofa shu xonadonimizgacha bo'lyapti. Atrofida maktab, bog'cha, poliklinika, hokimiyat hammasi yon atrofda bo'ladi. Unaqa uzoq bo'lmagan masofa. Masjidlardan ham muammo yo'q. Xudo xolisa shu xonadonimiz, ko'rasiz, fasad qismi juda ham chiroyli. Hamma narsasini yaxshi sifatli mahsulotlarda bitirib qo'yishdi xonadonni. Narxi $178,000 tayinlandi. $178,000 yana kelishadigan, xudo xolisa joylari bor. Qo'ldan kelgancha kelishtirib beriladi. Mahalla ham zo'r ekan, kanalizatsiya ham bor. Xudo xolisa kommunikatsiyadan muammo yo'q. Bu mahallada muammo yo'q ekan. Xonadonimizni mana ko'rasizlar o'zingizlar. Kirganda bitta xol, chap tarafda bitta oshxona, ro'paraga kirganingizda zal yonida yana bitta yotoqxona bor, o'rtada umumiy sanuzul bor, podval qismi bor, taxminan 30 kvadratcha bo'lsa kerak menimcha. Katyol sistemada hammasi o'sha yerga joylangan ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda ham 4 ta xonasi bo'lyapti, 4 ta yotoqxona, bitta sanuzul bor, umumiyda bitta spalnining ichida ham sanuzuli bor. Hovlimizda ham bu yoqda bitta hojatxona bor, mehmonlar kelganda o'sha yerga kirishadi. Bu yoq tarafida bitta yozgi oshxona bor, zeleniy zona bor. Hamma shart-sharoitni qo'yishdi. Bu xonadonga juda ham katta mehr berib yuborishdi. Xonadon sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Bu xonadonimizni to'liq videosini ham qo'yib qo'yaman. Tushunmaganlar batafsil tushunib olasizlar. Xudo xolisa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kimgadir shu xonadonimizni qiziq bo'lsa, qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini quvvatli bo'ladi.